elektr energiyasi ta'minoti bilan shug'ullanayotgan oz buni bizlar favqulodda faqat ishlarni olib boramizda endi ijtimoiy tarmoqqa chiqqandan keyin bittasi yozgan e'tiborlar bo'lsa daraxtlar deyilgan odamlar buni bittasi rivojjon yozyapti men ikkisi daraxtlar deyilgani endi buni o'zingiz aytgandan sudga o'zlar bordi sudga ham javobdan berdingiz sudga ham ishlaryapti lekin hamkorlikda ishlatganda bir oila bo'ladigan bo'lsa keltirilgan ziyon har bir mahalladan hech bo'lmasa ikkitaga javobgarlik ko'rsatish kerak. To'g'ri yo'l targ'ibot tashviqotga olib boriladi. Lekin bu yerda natija bilan shu odam shov-shuv bo'ladigan bo'lsa, transformator boshqa suyadigan sababchi bu qo'ng'ira qayerda? Shunday bir hamkorlikda aytadigan bo'lsalar, bizlar ham deputatning yoki boshqa marda ishini o'tkazib, birlashib o'ylanib turib, bundan natijasini ko'rib, bunga chora ko'rmaydi. Agar boshqa rayonlarda darajada bo'lmaydigan aytyapsiz, shu darajada ishlayotgan ekansiz. Lekin biz buni bo'ladigan bo'lsa, buni oldini olish ko'proq o'zingizlarga bog'liq. Qolsa sizlarni yoningizda bu taklifingizga qarorga qo'shib qo'yamiz, biroz qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Shu qarorga qo'shilmagan nimadir ta'sirchan chora ko'rish to'g'risida hujjat bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri qaror qo'yildi. Lekin bizni qo'yilganda 2 metr daraxtni endi bularga ekologik masala ko'rish 2 metr daraxt kesishga haqqimiz chekimiz bor. Ko'pchilik shaklidan qat'iy nazar. Lekin ba'zi bo'lsa-da, o'zgarib boshqa bo'lyapti. Shunga nima bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir ta'sir chora ko'rish va jarima solish va boshqa qilish to'g'risida fuqarolar ogohlantirish masalasi bo'yicha bir amaliy yordam bersa yaxshi bo'ladi. Men nazarimda shular tashkilotchi nomidan mana bu ekologiya bor, mahallalar bor. Tizimli murojaat qilish kerak, yo'q ogohlantirish bor deyman. Chunki ekologiyachilik qilmaydi-da. Mana haligi Sultoniyadagi voqeaga borlar, kerakliga barchani ekin so'z bo'lmagan. Ogohlantirish bo'linadi. Bunga o'xshagan demoqchimanki, takliflaringiz to'g'ri, hamkorlik bo'lmasa bu keng ko'lamli ishlar bu. Sizlarga bitta ishlar ketyapti. Shuning uchun biz ham o'z yo'nalishlarimiz bo'yicha deputatlarimiz o'zini hududlarida targ'ibot ishlarida yordam beramiz. Lekin imkon qadar mankirondan aytmoqchi, tashabbus ko'proq shu haligi egasi tashkilotlar bor, ekologiya, u mahallalarda yuradi, ogohlantiradi, mahalla komitetlar yig'inlarini raislariga haqlar chiqara olinglar, to'xtatmaydi. Ammo shu nimalarda mahallangda shunaqa ko'p daraxt bu anavi ta'minotga juda katta ta'sir ko'rsatyapti deb hatto chiqarib kerak bo'lsa o'sha nazorat organlariga ular yetkazadi. Hamkorlikda ish qilamizda bularda. Boshqa takliflar bormi yana? Bor. Assalomu alaykum. Sessiya qatnashchilari. Men bu noma'lum mo'minlarni 22-ittifoq Rahmon o'quvidan saylanganman. Hozirgi sizni iltimosingiz bo'yicha biz o'zimiz mahalla xodimlari bo'lganligimiz uchun doimiy ravishda tushundirish targ'ibot ishlarini olib boramiz. Akam aytmoqchi, tizimli ishlar olib borib, aloqalar bilan chiqamiz. Bundan keyin ham yordam beramiz, targ'ibotni kuchaytiramiz. Bugungi yig'ilishimizda Rahmon mahallasini raisi tomonidan taklif qilingan ekan. Endi men iltimosim bo'lardi, men o'tgan Tadbirlar bo'yicha so'rovnoma chiqarildi. Hakimga javoban bo'ldi, natijasi ham bo'lmadi. Xafa bo'lib, asalarining kun bo'lib ketildi. Bugun mana Rahmon mahalla og'ir hududga tushganligi sababli bordi. Ancha ishlar bo'lyapti. Beton savdolar ham borgan. 130 ta borish kerak edi, hozir 50 ta bordi. 30 tasi qo'yildi, endi 20 tasiga 3 oy bo'ldi, hali ham yerda turibdi. Ashuni iltimos bo'ladi, xodimlarimizni ishga solib, hozir o'zingiz bilan hamma raqamlarimiz bor, qattiq shamollar bo'lyapti, sellar yog'yapti. Buzoqontirablar ittifoqdosh, chegaradosh mahalla bo'lganligi u yerda terek rosa ko'p, fermer xo'jaligi tereklari ham ko'p. Avvalgi holatlar ko'p bo'lyapti. Ashuni 20 ta do'stlarni hozir almashtirishga yordam qilsangiz, aholiga